Firibgarlik psixologiyasi seriyamizni davom qilamiz va bugun siz bilan qiziquvchanlik haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, kechki qandaydir tug'ilgan kun, to'y yoki tadbirdan so'ng bir necha jiddiy odamlar bilan pullik mavzuda yoki qanday qilib sarmoyani ko'paytirish mavzusida suhbatlashdingiz. Va kechga sizga Telegram messenjeri orqali quyidagi mazmundagi xabar kelmoqda. Tezda boyib ketishni xohlaysizmi? Hop hop. Hop. Gaping rostga o'xshab qoldi-yu, yetmadi. Albatta bu sizda tadbirdan keyin qanday turdagi boyish usullari haqida gaplashganingizga ham bog'liq. Ammo sizning qiziquvchanligingiz oshib, do'stlaringiz bilan bu qanday usul ekanligini va qolaversa sizga xabarni jo'natgan odam haqida hech qanday ma'lumotni bilmay turib, sizga kelgan APK formatdagi faylni yuklab olasiz. Bizda shunday miyalar bor. Vobshe ishlamagan miyalar bor-da. Yaqin davrda ham xuddi shunday sxema ishlatilgan va ishlatilmoqda. Odamlarga 5 million so'm ehson yoki yordam pulingizni oling deb nomlangan shaxslar tomonidan phishing havolalar va zararli APK formatdagi fayllar jo'natilmoqda. Sizning qiziquvchanligingizdan foydalanib, chuv tushirish mumkin bo'lgan misollar. Daromadingizni 3 barobarga oshiring. Hech kim bilmagan yo'lni o'rganing. Mashhurlar o'zlari boyishlari uchun faqatgina shu vositani ishlatishadi. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan va shunga o'xshash ishonish sal qiyin bo'lgan so'zlar. Bunday hollarda nima qilish kerak ekanligi haqida sizga bir necha tavsiyalarni aytib o'tamiz. Battar bo'ldi degan odam yo'q. Begona shaxslardan kelgan shubhali APK formatdagi fayllarni va havolalarni hech qachon yuklab olmang va bosmang. O'zingiz va pullaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.